Hozir eng qiyin holat bu jabrlangan kokoshka. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Eng tezkor, eng ishonchli, eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanaldan topasiz. Hozir eng qiyin holat bu jabrlangan kokoshka. Chunki uning mazasi yo'q. Chunki u kasal, u yotibdi. Uning orqasidan PR qilaman deb, uning orqasidan gapirib qilayotgan ayrim blogerlar bor, tuhmatchilar bor. Bitta gapni ushlab olib, montaj qilib, shantaj qilib yurgan. Anetda yurgan ikkita parichkalar bor. Ularga ham oydinlik kiritib ketdi. Hammasiga huquq organlari bor. O'shaning uchun hozir yozyapsizlar-u, kim tarafda? O'tib ketdingki, biz Komilani oldida turgan odamlarmiz. Komila sog'ayib ketsin deb shuncha narsalar bo'lib ketdi. Odam sog'liq haqida gap o'ylash turganda bu yerda tuhmatlar bo'lib ketdi. Mana shunga oydinlik kiritildi. Faqat duo qilinglar. Tezroq oyoqqa turib ketsin, tuzalib ketsin. O'zi hammasiga oydinlik kiritadi. Uni ham qo'lida qancha dalillar bor. Nima sababdan vrach bilan gaplashdilaring PR qilib. Hech kim bu yerda PR qilgani yo'q. Bu yerda meni sha'nimga dog' tushib, meni obro'sizlantirdi. Birinchidan, ikkinchidan klinikada olinganligi, bu holatlar klinikada bo'lganligi va aynan klinikaning rahbarlaridan kim nima talab qilganligi haqida bo'lindi. Klinikani rahbari shaxsan o'zlari o'z og'izlari bilan hech kim ulardan pul talab qilmaganligini, hech qanday bosim bo'lib, menga u qil, bu qil degan gap bo'lmaganligini tasdiqladi. Va Abbosxo'jaga keladigan bo'lsak, bu gaplarni bu internetga qo'yib, meni qisqa ovozlarimni, chala shantaj qilib qo'yilgan gaplarimni sababi u inson bilan ko'rishib haqiqatni yuzaga chiqarishimiz uchun bo'lgan ishlar ekan. Lekin bundan foydalangan ayrim yovuz kuchlar o'zini shaxsiy manfaatlari yuzasidan bloger Jasminni gapirmasin, bir ikkita gaplari deb qilingan ishi bo'lgan. Haqiqatlar oydinlashdi. Buni orqasidan PR qilaman degan, buni orqasidan qanaqadir ishlar qilaman deganlarga tochka qo'yildi. O'sha Santa Barbares tugadi. Hozir kim kimni tarafida emas, nima tarafida emas. Bu yerda haqiqatdan 28-27 kungacha Abbosxo'ja yonida do'st bo'lib turganligi, ya'ni biz kelmadik, oldi turmadik degan gapimizga ayrim gaplari borligi va o'zlarini orasidagi mojarolar uni intervyuda o'zlari aytib o'tdi. Asosiy maqsad meni sha'nimga tushgan dog' edi. Ana o'shani haqiqatdan aytib, meni bu narsaga, menga bo'lgan tuhmatchiligini keltirib berildi. Mana shu narsaga oydinlik kiritib, o'zini o'z tarafidan bo'lgan holatda. Chunki vrach bilan bo'lgan suhbatimizda edi. Shuning uchun shu mavzu ochildi. Qolgan narsaga qonun baho beradi. Har xil fikrga bormanglar.